uchun shaylanayim, mehr to'la ko'zingizdan aylanayim. Ta'rifingiz bitmoq uchun shaylanayim, mehr to'la ko'zingizdan aylanayim. Chehrasiga yarashadi xayollari, guldan go'zal o'zbegimni ayollari. Chehrasiga yarashadi xayollari, guldan go'zal Bismillahirrahmanirrahim. Aka-ukalarim, men yana sizlarga chiroyli videolarni ko'rsatishda davom etaman. 1962-yilda tug'ilgan ota-onalarimizni maktabni bitirganlariga 45 yillik yubileylariga keldim. Hozir adresni tushuntirib o'taman. Adresda hozir Buxoro viloyati Jondor tumanida Yangi dehqon bozoriga bormasdan Burgut bar bor. Ko'pchilik bilsa kerak, shuni ikkinchi etajida 45 yillik yubileylarni o'tkazyaptilar. Ota-onalarimiz hozir to'liqroq videolarini ko'rib borasizlar. Boshda ham ozginchasini qo'yib o'tdik. Aka-ukalarim, mana shu videomizni maksimal darajasida tarqatasizlar. 45 yillik yubileylarni o'tkazish uchun mana shu yerga yig'ilganlar hammalaringizni mana shunaqa kunlarga yetkazsin. Agarda siz ham o'z tug'ilgan kunlaringizni, banketlaringizni o'tkazmoqchi bo'lsangizlar, mana shu yerga kelasizlar. Akalarimiz sizlarni xizmatlaringizdalar. Turli xildagi ovqatlardan pishirib, sizlarga dasturxonlaringizga tortiq etadilar. Batafsil videoni oxirigacha ko'ringlar. Chiroyligina videolardan bo'ldi. Assalomu Nozimjon. To'g'ri salommi? Yaxshimisiz? Ravshan, yaxshimisiz? Yaxshimisizlar? Sog' salomatlik xush ko'rdik. Sog' yaxshimisiz bo'lasiz? Hammalarga kelayotgan yangi yillar bilan muborak bo'lsin. Hozir aytaman. Hafta tarifga cho'l beraman, tamam. Shu razı. Limon ovamizda. Ko'proq ber. Ketganda bu keyin o'tini aytaman bilan hammasini. A'udzu billahi minashaytonir rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallohul ahad, Allohul samad.
ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل فالله الأحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل فالله الأحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين إله آمين آمين deb o'tganlarni shu bu hammasini o'zimiz xatolarni o'tganlarni o'qigan oyatlarimizni Qur'on tilovat qilganlarimizni savobini shularga baxshida etdik. Kelayotgan yillarimiz qutlug' bo'lsin. Hammamizning xonadonimizda yaxshi kunlar bo'lsin. Yanaki yillarga Allohim hammamizni yetkazib, nabiralarimiz ustiga sog' salomat bo'linglar. Amin. Allohu akbar. Uzr. Hayajonda sizlardan. Sizni gohi kelar ko'zlarimga yosh, eslaysizmi endi siz meni sog'inganim aziz sinfdosh. Assalomu alaykum qadrli va aziz mehmonlar. Bir-birini ko'rganda qalbi quvonchga to'ladigan, ko'zi quvonchga to'ladigan, dili shodlikka to'ladigan aziz insonlar, aziz sinfdoshlar, bugun mana shunday bir chiroyli Allohning aziz ne'matlari bilan to'ldirilgan bir fayzli dasturxon atrofida 1969-yil 1969-yilda Sodiq Kirovmanda 9-maktabni, hozirgi 25-o'rta ta'lim maktabini 1-sinfiga qadam qo'yganda 1979-yilda mana shu maktabni tamomlagan bugun yillar o'tib 45 yil kirganda bugun hammalari birga chiroyli bir to'kin dasturxon atrofida uchrashib mana shunday chiroyli bir marosimini ushlayotgansiz aziz sinfdoshlarni xush ko'rdik, xush ko'ribsizlar qadamlaringizga. Alloh hammamizni ana shunday bir chiroyli kunlarga, ana shunday shirin diydor onlariga yetkazganiga shukr o'ylaymanki, hozir hammaning qalbida, hammaning ko'nglida ana shunday chiroyli bir shiroylik hislari kechayotgan bo'lsa ajralmas. Yaxshimisiz? Albatta oila qurib, farzandlar qurib, nabiralar qurib, ana shu nabirali farzandlarni ardog'ida umr bizoralik qilayotgan qadrli do'stlar, qadrli sinfdoshlar, bugun agarki ta'lim joiz bo'lsa, hayotni, ro'zg'orni, ishni, shu farzandli nabiralarni shirin tashvishlarni bir chetga surib, bugun o'sha oilani tashvishlarini unutib, bugun chin dildan bir qalblari quvonib, ko'zlari quvonib, kunlari shodliklarga to'lib, bir muddat o'sha tashvishlarni unutib, bugun mazza qilib dilga yaqin insonlar bilan, sinfdoshi do'stlar bilan, qadrdonlar bilan, mana aziz onajonlarimiz, dugonalar bilan diydorlashib, chaqchaqlashib, bugun
samimiy suhbatlar qurib, mazza qilib o'tirishibdi. Ana shunday chiroyli kun bilan sizlarni chin dildan samimiy muborakbod etaman. Albatta bugun 45 yillik ana shunday bitiruv oqshomida bitiruv marosimini nishonlayotgan aziz sinfdoshlar, aziz qadrdonlar, do'st birodarlar, o'sha yillarda maktabga ilk qadam qo'ygan yillarda mana bu avvalroqdan ba'zi bir ma'lumotlarni so'rab oldim, sizlarga ham bir xotira tariqasida bir eslatib o'tmoqchiman. O'ylaymanki barchangizdan xotirangizdan o'sha narsalar hali o'chib ketmagan. O'sha yillarda 91 nafar, A sinfda 31 nafar, B sinfda 32 nafar, B sinfda 28 nafar o'quvchilar maktabga qadam qo'yib, maktabni tugadi. Mana ming afsuski, mana shu 91 nafardan bugun beshavqat o'lim, bevaqt o'lim 13 nafar sinfdoshlaringizni oralaringizdan olib ketgan ekan. Mana yuqorida bir Qur'on tilovatlari bilan u aziz insonlarni ham, marhumlarni ham eslab o'tishdi. Albatta ularni hamisha ana shunday yorug' kunlarda eslab, xotiralarini shod qilish, albatta bu dunyoda umr guzoronlik qilayotgan har bir bandani albatta bo'lishi deb o'ylayman. Hammalaringizga ana shunday yetib kelgan, ana shunday narsalarga yetib kelgan barchalaringizga yana bir bor ana shunday chiroyli kunlar muborak bo'lsin. Hammalaringizga albatta maroqli qorni tilab qolamiz, yoqimli ishtaha tilaymiz. Mazza qilib yuqorida aytganim kabi o'sha hayotni, ro'zg'orni, ishni, farzandlarni, shirin tashvishlarni bir chetga surib, bugun ana shunday dilga yaqin insonlar bilan, sog'ingan qadrdonlar bilan, hamma ishning tashvishi bilan bo'lib, hayotning tashvishi bilan bo'lib, ancha yillar bugun ko'rishmagan insonlar bor oralaringizda. Albatta bugun ana ularni shirin dildorlar, samimiy suhbatlaridan bahramand bo'lib, chiroyli bir tabassum bilan, bir chiroyli kayfiyat bilan bugungi kunda nishonlashlaringizni tilakdoshiman. Bugun seni eslab yo'qladi kimdir, ko'ngil ziyorati eng oliy ne'mat. Lahzada nafasdek o'tadi umr, diydor g'animatdir, diydor g'animat. Yoshlarning ertangi hayotin o'ylab, keksalar bejizga qilmas nasihat. So'zlarin tinglaymiz, ehtirom aylab, diydor g'animatdir, diydor g'animat. Hech kim dohil emas mangulik uchun. Hatto tanangdagi jon ham omonat. Shubhasiz barchasi o'tkaydir bir kun, diydor g'animatdir, diydor g'animat. Ana shunday diydorni g'animat bilib barchalaringizga tashakkurlar izhor etamiz. Ana shunday chiroyli tadbirni tashkil qilganlardan, sinfdoshlaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringizga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Hali bugungi marosim davomida hammalaringizdan birin-ketin bir-birlaringizga aytadigan samimiy tilaklaringizni, dilizhorlaringizni hali yana fursat yetganda tinglaymiz. Hozir barchalaringizga yoqimli ishtaha tilaymiz. Dasturxonimizga albatta xushtab taomlar tortiladi. Mazza qilib taomlardan tanovul qilib, chiroyli suhbatlar qilib, yaxshi kayfiyatda o'tirishlaringizni tilakdoshiman. Bugungi marosim, bugungi tadbir hammalaringizga muborak bo'lsin. Bu chiroyli qarsaklar bo'lsa, davramizga albatta tashakkur. Ana shunday tarovat, ana shunday shukur bugungi kun davomida hammamizni tartib qilib kelayotgan bayram hammalaringizga muborak bo'lsin. Yil hammamizga xayrli kelsin. Biz chiroyli qo'shiqlarni albatta sizlarga taqdim etamiz. Sizlarga esa maroqli xotiralarini tilab qolamiz. Rahmat. Bugungi kun yana bir bor barchalaringizga muborak bo'lsin. Tashakkur.
Sening o'zini ishlayman. Telefon yomon tushgan ekanda. Jonim achib ketdi. Yaxshi, hammasi yo'q. Salomat bo'ling, yaxshi bo'ling. Qaytmasizlar. Kardamya? Mayli, sog' bo'ling. Mayli. Haramjon keldi. Qadrli sinfdoshlar, demak kechamiz davom etar ekan. Biz yuqorida aytganimiz kabi bugun hamma qadrdonlar uzoq yillardan buyon ko'rishmasdan, diydorlashmasdan yurib bugun bir-birini sog'ingan insonlar albatta qalblarida bir-birlariga aytajak go'zal so'zlari, bir samimiy niyatlari, dilizhorlari bo'lishi albatta tabiiy. Ana shunday dilizhorlarda tinglashga kirishamiz albatta. Birinchi tabrikni, birinchi chiroyli bir so'zlarni sizlarni aziz qadrli insonlaringiz, yurtimizni faxrli insonlardan biri uzoq yillar mana shu davlatimizni turli sohalarida o'zlarini halol mehnatlari bilan obro' topgan, qadr topgan zolimlar soliq tizimida undan keyin boshqa agar internet xo'jalik sohasida ham o'zlarini munosib o'rinlariga ega bo'lgan xulosaga Safarov tuman ilk tabriknomasini taqdim etmoqchiman. Albatta sinflarni savdolarga yo'llamoqchi yoshlarga ana shunday bir yoshlik xotiralarni sizlarga aytadigan so'zlariga birgalikda quloq tutamiz. Marhamat. bir chiroyli shuni davom ettirib, mana shu narsani tashkil qilib, shuncha dasturxon yozib, hammani yig'ib, og'zini bir qilib, mana shu yerda turgan, xizmat qilib o'tirgan mana shu sinfdosh do'stlarimizga katta rahmat qo'yamiz. Bu narsani tashkil qilish o'zi bo'lmaydi, juda og'ir narsa. Chunki ko'pchilik bilan bo'ladigan narsa. Rahmat shularni sabriga, shularni bardoshiga shu narsani tashkil qilib, mana shuncha yigitlarni, qizlarni bir yerga jamlab, mana shunday dasturxon atrofida o'tkazishni nasib qilgan shularni xizmatiga yana bir rahmat deymiz. Haqiqatan ham bu gap o'tirish, yeb ichish emas, gap diydorda. Mana hozir ko'rdik, ko'rishib o'tiribmiz, shuncha sinfdosh do'stlarimiz, haligi qizlarimiz bilan hammada o'zgarish yo'q. Men o'tgan safar aytdim, buncha qarib qolibmiz deb, hozir qarasam hammalari yoshargan. Juda xursandman. Juda yoshargan. Bu bunga emas. Ko'rmay birdan ko'rsangiz o'zi bilinib qoladi. Juda ko'rishimiz mana shunday chiroyli
bo'lib o'tiribdilar. Davomimizni bir bo'lib o'tiribdilar. Shunaqa o'tirishlarni tashkilotchilarimizdan so'raymiz. Ko'proq zaryadlaru, ko'proq o'zbeklarni diydor, bir-birimiz bilan diydor ko'rishib yuraylik. Rahmat. Sog' bo'linglar. Amin. Bahor xudosaga ilova aytganingizdek, ko'pchiliklar ana shunaqa birga bo'lib, sinfdoshlar diydorlashib, bir-birlaringizga ana shunday chiroyli so'zlarni tuhfa etish, hadya etish nasib etaversin. Mani ham yoshligim esimga tushib ketdi. Endi o'rta yoshdagi bir inson sifatida biz yoshligimizda mana shu yerda sizlar bilan bir o'tirgan inson bizlarni qishloqqa kino olib borardilar. İtolda olamızı yaşayınca kurulma katalanan kinolarga kirmalarga İtolda eşik yolda turib biletlardan o'shamakda hit kino filmlari shunaqangi zo'rida hamma mazasini tomosha qilardi. Simyog'ochlarga Itolda eslasizlar, Astafurullohdagi simyog'ochlarga hamma joyga o'sha bo'ladigan kinoseanslarni ilishdi. Hamma sizin ko'rib o'sha xotiralar esimga tushib ketdi. Sanatda shu oila bir ishlarni siz boshlagan. Yana kelgan tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, sog'lik, salomatlik. Ana shu do'stligimiz sababli bo'lsin. Yana kelib o'tirishga Xudo nasib qilsin. Farzandlarimizni huzuriga kiraylik. Hammamizni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklayman. Rahmat so'z berganlar uchun. Rahmatlardan hammamizga muborak bo'lsin. Ko'zda yoshdek qalqib turibdi olam, rizqini o'zim terib yuribdi odam. Kimdir uyim deydi, kim esa bolam, birda yaxshi birda yomon bo'laylik, omonat dunyoda omon bo'laylik. Salomning aligi qarzi qiyomat, ko'ngilning kaliti mehri oqibat. Xotirjamlik davlat, tinchlik g'animat, barchamiz sohibi iymon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Taqdir ba'zan shirin, ba'zida taxir. Kimni boy yaratdi, kimnidir faqir. Barchamiz Allohning bandasi axir. Birda bug'doy, birda somon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Urushi nizolar to'xtasin endi, dunyo bir jannatga o'xshasin endi. Odam ham odamdek yashasin endi. Hammamiz Hazrati inson bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Omonat dunyoda omon bo'laylik. Yaxshilar olqishlar uchun tashakkur. Albatta sizning olqishlaringiz biz uchun yoqimli. Ana endi yana bir chiroyli samimiy izhorlarni hurmatli onajonarimizdan, ayollarimizdan ham qilmasak albatta ustiga olamlar bo'ladi. Davronga bundan marhamat sizlar qabul qilishinglar. Albatta bugun hamma bir-biriga ko'ngildagi eng go'zal izhorlarni, eng go'zal samimiy tilaklarni izhor etadi. Marhamat. Muborak bo'lsin bunga chiroyli shirin diydor lahzalari. Alloh bardavom aylasin hamisha. Bunaqa kunlar, bunaqa xush lahzalar umrlaringiz, hayotlaringizga tartisin ilohim. Marhamat. Yangi yil barcha bayramlar arasida hammamizga inshaalloh bundan oldingi birga inshaalloh arkamiz ishlarimizda 79 yil maktab uyatasi yaptirilgan mani tilagim shuki, bundan keyin hamma yangi yillarni ko'plab yangi yillarni birga kutib olaylik. Hammalaringiz sog' salomat bo'linglar, oilalarida tinchliklar. Hamma kunlaringiz ana shu bayramingiz deb esinglar.
rahmat. Ana bu chiroyli olqishlar sizni chiroyli izhorlaringiz, chiroyli tabriklaringiz uchun bo'ldi. Ana endi yana bir chiroyli tabriklarni aslida qalbdan chiqqan so'zlar qalblarga yetib boradi. Bugun hamma chin qalbdan do'stlarga, sinfdoshlarga, bir-biriga go'zal izhorlarni, go'zal niyatlarni bildirishmoqda. Alloh hammasini ijobat aylasin ilohim. Albatta yana bir chiroyli izhorlarni ustozimiz turli kasblarda, turli faoliyatlarda yurtimizni faxrli insoniga aylangan bizga ustozimizni ustozlariga salom mubolag'a bo'lmaydi. Mana bir kunlar kamarlar yoshlar ijtimoiy harakatida faoliyat ko'rsatganlar Yeshib Nizom aka ana shunday ustozimiz borlar. Mana shu insonlar ham bir chiroyli do'stlarga aytiladigan bir chiroyli izhorlarni tinglamoqchimiz. Marhamat. Rahmat o'ylaymanki, bugun o'tirgan insonlar hamma biri uchun qadrli, bir-biri uchun e'zozli, ana shunday bir-biriga go'zal izhorlar qilish albatta bu ham bir go'zal saodat. Bugun hamma bir-birini quchoq ochib, bag'riga bosib, sog'ingan insonlarni samimiy suhbatlaridan, shirin diydorlardan bahramand bo'lib o'tirishibdi. Agarki bir daryoning narigi qirg'og'iga o'tishlik uchun o'sha qirg'oqda ko'prik bo'lgani kabi insonlarni ham ko'ngillarini bir-biriga bog'lovchi bir chiroyli rishta bor, uning nomi mehr. O'ylaymanki, ana shu mehr, ana shu oqibat bugun hammani mana shu dargohga yetaklab kelgan bo'lsa, ey ajab. Odam mehri odamlarni yashatar, yaxshi niyat orzularga boshlatar. Mehrsizlik o'zingni ham qaqshadar. Ilohim mehrsizlikdan qaqshar emas, hamisha bir-birimizni mehrimizdan yashnab yurish saodatini Alloh hammamizga, umrimiz, hayotimiz qadar barqaror aylasin, davomli aylasin, hamroh aylasin. Aziz opalardan, aziz onajonlardan ham birin-ketin yana chiroyli izhorlarni eshitsak-da, anamdan keyin ona dasturxonimizni tanovul qilishlik uchun taomlar tartilmoqda. Tanovuldan so'ng albatta biz chiroyli qo'shiqlarni, shu qulluq ohangidagi taronalarni to'yimizda albatta hammalaringiz mazza qilib, bayram kayfiyatida raqslarga tushib, umringizni yana bir ko'rona shirin xotiralar bilan bezaysiz degan umiddamiz. Aziz onajonlardan kimdan tiklayimizlardagi do'stlarga, sinfdoshlarga aytiladigan izhorlar. Marhamat, bugun tortinmasdan bemalol bir-birlaringizga chiroyli izhorlarni taqdim etishlaringiz mumkin. Marhamat. Marhamat. Assalomu alaykum. Hurmatli sinfdoshlar, yigitlar, hammalaringiz sog' salomat yaxshi yuribsizlarmi? Sog'likda ko'rishib o'tirganimiz uchun Allohga beadad shukrlar bo'lsin.
Hammamizni shu kunlarga yetkazganiga shukr. Hammalaringiz charchamaydi. Sog' salomat, yaxshi yurgan bilsangizlar. Kelayotgan bayram bilan hammalaringizni chin qalbimizdan, qizlar nomidan ham tabriklaymiz. Oila boshida ayollarimiz ham hammalaringiz sog' salomat. Kelgusi yangi yillarga ham hammamiz ana shunday davradan kam qilmay, Allohning o'zi yetkazsin. Xush kelibsizlar, hammalaringiz sog' salomat bo'linglar. Zamin og'ir, dunyo murakkab, yashayapmiz yurakni aldab. Tashvishlar ham ularda bir gap, o'zingizni ehtiyot qiling, aziz sinfdoshlar. Rahmat, salomat bo'ling. Yana shunday chiroyli she'ri oshkor uchun, go'zal niyatlar uchun tashakkurlarimizni izhor etamiz. Albatta gapdagi bir go'zal tabriklarni Oston aka Shomurodovdan tinglaymiz. Marhamat, Oston aka, sizdan ham bir chiroyli izhorlarni tinglaymiz. Agar mumkin bo'lsa, mana shu badiiy maydonga tashrif buyursangiz, albatta bugun Narimonjon ukamiz bir go'zal tarzda video tasmalarga, muhimlar sizlarga umr qadar, hayot qadar bir shirin xotirra bo'lib qoladigan chiroyli jarayonlarni taqdim etmoqda. O'ylaymanki, ana bugunga ko'ra do'stlarni ko'rib, bugungi kunda chiroyli bir go'zal taassurotlar bilan eslab yurasizlar. Marhamat. Hammalaringizga tinchlik, sog'lik tilayman. O'zingizlar boshqa sog'lom bo'linglar. Allohim o'z panohida asrasin hammalaringizni. Kelasi o'tishlarga ham shu birga o'tirish hammamizga nasib qilsin. Kelayotgan bayramlar hammalaringizga muborak bo'lsin. Bola chaqa, o'g'il qiz, navira chehralarni huzurida ko'rib yuraveringlar. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat sizga, tashakkurlar izhor etamiz. Siz ham salomat bo'ling, aziz boshingiz omon bo'lsin. Barchalaringizga farzandlar baxtu saodatini ko'rib, umr kitoblaringiz ertaga bir kun ortga qaraganda, nazar solganda ajoyib taassurotlar, shirin xotiralar bilan shukur qilguvchi lahzalar bilan bezanmog'ini chin dildan tilakdoshimiz. Yana bir bor barchalaringizga yoqimli ishtaha bilan qolamiz. Mazza qilib chiroyli samimiy suhbatlar qilib, do'stlar bilan, qadrdonlar bilan tanovul qilib, taomlardan xush kayfiyatda o'tirishlaringizni tilakdoshimiz. Rahmat barchalaringizga. Merci. Mashallah. Vale, vale. Muborak bo'lsin. عاشقی رویت من بستهی مویت من گوشه تویت من سری زیبا عاشقی رویت من بستهی مویت من گوشه تویت من سری زیبا
وداداری بدیلم شاداری بدیلم شاد روی زیبا داری ناز وداداری بدیلم شاداری بدیلم شاد عاشقی رویت من بسته مویت من کشته کویت من سردی زیبا عاشقی رویت من بسته مویت من کشته کویت من سردی زیبا
sen donam xeyli Leyli can Leyli sen donam xeyli Leyli 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 sen donam xeyli Leyli 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 senden boşanlar شبابا شمسية داري قربانت شبابا آب کجا داری مهمانت شبابا منم غیبا وای 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 منم غیبا سوزشیه منم غیبا وای 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 منم غیبا سوزشیه ماشاءالله یک شبی تو Xudolarga yaqindagina sizlar uchun qadrli bo'lgan inson albatta ustozlar haqida so'z ketar ekan bemalol ularni bir faxrlanib millatning ziyolilari deya ehtirom etishga loyiq bo'lgan kasbigalar oldimizga qadamdan chiqayotganlar albatta eslaysiz o'sha sinfxonalarda o'sha yoshlarga sizga matematika darsida ta'lim bergan, saboq bergan ustoz Domla Norov davramizga tashrif buyurdilar. Albatta hammalaringizga rahmat, ustozga mana shunday ehtirom ko'rsatib, bugun ustozni mana shunday davrani to'g'riga qo'yib, qalblaringizni to'g'riga qo'yib, ularga mana shunday eng chiroyli kunlaringizga taklif etganliklaringiz uchun hammalaringizga rahmat. Domla marhamat, sizlarga chiroyli shogirdlarga, aziz o'quvchilaringizga aytarli chiroyli so'zlaringizga quloq tutmoqchimiz. Marhamat. Kelajakda borayotgan yosh avlod ustozim deb siylab o'tar umrbod. Qadim elga bilim nurun taratgan men muallim degan xalqni sevaman. Hammalardan aqlli bilimlar eng avval ko'rsatgan yurar yo'lingni hamisha ko'ksimda qo'yib qo'limni men muallim degan xalqni sevaman. Ana shunday muhabbatimizga, sevgimizga, ehtiromimizga loyiq bo'lgan sharafli kasbiyalardan, millatning ziyolilaridan bir chiroyli so'zlarni, chiroyli tabriklarni shogirdlarga bildiramiz. Assalomu alaykum. Aziz davramiz qatnashchilari, Kelishrovli maktabining sobiq o'quvchilari. Mana bu kun maktabni tugatganlarga ham 45 yil bo'ldi. Mana hech qaysi aytmasaydim hisoblab maqsad yubileyda bu kun. Maktabni tugatgan yubiley. Mana shu qutlug' sana bilan hammalaringizni tabriklayman. Bu maktabda o'qigan vaqtlaringizni eslab o'tiribsizlar. Men ham ishlagan davrlarimni ko'p eslayman. Umrimning eng yaxshi davrlari shu maktabda o'tgan. Eng yoshlik davrim sizlarga bilib dars bergan vaqtda birinchi, ikkinchi yilda boshlagan sizlardan o'sha davrlarda o'ylab ko'rsam maktabimiz tumanda eng oldingi qatorda turardi. O'quvchilari ham barcha sohalarda o'quvchilarni ham biladi. Hamma barcha fanlar bo'yicha yaxshi o'rganadi deganlar. Ana shunday o'quvchilar safida turgan, shunday insonlar safida turganlar işte sizlar ham ko'pchilik hammalaringiz kuzatib turaman, hayotda o'z o'rningizni topib yaxshi martabaga erishgan insonsizlar. Bundan keyin ham oilangizda doim sog' salomat bo'ling. Farzandlarni, nabiralarni ustiga bosh bo'lib
shularni rohatlik ko'rgusini barchalarga tilayman. Mana shunday o'tirishlar, mana shunday yubileylar ko'p bo'lsin. Mana shular bilan hammangizni mana shunday qutlug' kunni yana bir marta tabriklayman. Bayramlar ham muborak bo'lsin. Tashakkurlar aziz boshingiz omon bo'lsin. Hamisha yo'llarda yurganda yo'llaringiz ravon bo'lsin. Ana shunday shogirdlarni faqatgina bular emas, siz shogirdlar, siz faoliyatingiz davomida qanchadan qancha yoshlarga, insonlarga saboq berib, ta'lim berib, tarbiya berib, ularni hayotda, jamiyatda va ularni topishlarda beqiyos bir munosib hissani qo'shgan bir sharafli kasb egasiz. Hamisha shogirdlarni ardog'ida, ehtiromida aziz bo'lib yuring, yerda aziz va mukarram bo'lib yuring. Boringizga shukur. Tashakkur, salomat bo'ling. Bayram sizga muborak bo'lsin. Ana endi rahmat, tashakkur. Biz Amrulla aka bilan bir kelishgan holda bir chiroyli bugungi kunni aslida quvonchlar bilan o'tkazish, yaxshi esda qolarli bir shirin xotiralar bilan o'tkazish albatta o'zimizga bog'liq. Yuqorida Firdavs aka bejizga aytganlar, bugun biza yeb ichgani kelganimiz yo'q. Albatta to'rtta inson yig'ilar ekan, albatta o'zbekchilikda dasturxon tuzaladi. Lekin bugun asosiy tashrif bugun bu yerda o'tirishdan asosiy maqsad aslida bir-birini sog'ingan insonlar, bir-birini sog'ingan sinfdoshlar albatta bir-birlarini diydorlaridan bahramand bo'lib, samimiy suhbatlar qurib, bir yoshlik yillarni eslashlik uchun shirin xotiralar bilan umrlarni yana bir kunini bezantirish maqsadida albatta bugun hamma tashrif buyurdi. Albatta bu kunni chiroyli o'tkazish o'zimizga bog'liq. Ana endi Abdulla aka hammaga bejizga tarqatilgan, hammaning ko'ksida ana shu bejizlar bor. Men hozir raqamlarni e'lon qilaman. Mana shu raqamni ko'ksidagi o'sha bejizga ana shu raqam yozilgan insonlar davramizga albatta tashrif buyurishlarini so'rab qolamiz. 1-9-7-9-4-5-2-4. Ben takrarlayman yana bir marotaba. 4-9-7 Ma'lumot qilayotgan raqamlar agar kimlar shu besiga taqilgan beshikda bo'lsa, albatta davlatga chiqishlaringizni malaka bosqichlarga qo'yadi. Yana bir marta albatta takrorlab o'taman. 1-9-7-9-4 ana shu bizning tadbirlar qilgan mana shu raqam egalari davlatga tashrif buyurishlarini so'raymiz. Albatta qiziqarli tarzda bilan chiroyli mavzularni tashkil qilish. Yana bir marta e'lon qilaman, diqqat bilan tinglab turasizlar. 1-9-7-9-4 ana shu raqam egalari yana bir marta davraga tashrif buyurasizlar. Albatta ko'rishingizdagi mana shu beshiklarga diqqat bilan e'tibor qilishlaringizni so'rab qolgan bo'laman.
Gazap bo'lsin. Ana shu yerda turgan nimalardan? Ana mikrofon bilan ayting, mikrofon bilan. Mikrofon bilan ayting. Mikrofon bilan ayting, tushunmayapti. Ha. Amallar bir cho'zma bo'ladi. Yo, siz bundan olmang. Oling. Erkalik bo'ladimi? Ha, o'tdim bor. bitta bir ma'qul beraman. Ammo marhamat mana shu Oling, oling, o'n to'rt kishi. qog'ozlarni Mana bitta kattasini olaylik. bitta qo'llaringizga olasizlar. Yana kimga qoladi? Bo'lmay. Agar harfa kichiklik qilayotgan bo'lsa, men o'zimni beraman. Eshitiraman. Hani professor. Demak, viloyat ishbilarmonlari. Siz savolingizga javobni siz berasiz. Professor kech soat 8da bugungi 9ga qo'yib, ertaga yo'q bo'yicha soat o'tmaydi. Savolni qanday bilishtiramiz? Professor kechasi kech soat 8da bugungi 9ga qo'yib o'tadi. Bu necha soat o'tadi? Javob berishingiz kerak albatta. Bo'lmasa o'ynab berasiz. Javob bermaganlar aksiya tushiradi. Ana. Nima uxlayman? O'sha paytda. Rahmat, ishtirok uchun rahmat. Albatta keyingisi. O'n sakkizinchi bilet. Xonaning qaysi joyiga qalam qo'yilsa, uning ustidan sakrab o'tib bo'lmaydi. Yo'q, emas. Ular mulohaza bilan barajon. Partan ustiga Qaysi joyga qalam qo'yilsa, Partan ustiga qo'ysa atla bo'lmaydi. mana Shuna deb turibman-da. Mana bergan savolning javobi shu. bu joyga qalam qo'ysa, barcha sakrab o'tib bo'lmaydi. Javobi qo'shaydi. Rahmat. Salom alaykum. Qarang, barajon. Qo'llarda bunda bor borda. Bunda qo'lda nechta bor borda? 100 tada. Shunday. Necha? Ben cevap veremem. Sizga bergan. U sizga tegishli. Ammo boshqalar undan sizga nisbatan ancha ko'proq foydalanishadi. Umuman. Sizga tegishli, lekin sizdan ko'ra boshqalar ko'proq foydalanishadi. Yaxshiroq o'ylab mulohaza qilsangiz albatta javobi aniq. Albatta, sizni ismingiz, hammasini ismingiz bilan chaqiradi. Lekin o'zingizdan juda ham faollikdan foydalanasiz. Qachon ismingiz nima deganini aytasiz boshqalar. Rahmat, ishlang uchun rahmat, salomlar qo'ying. Keyingisi. 4-chi raqamli bilet. Yo'llari bor, yurib bo'lmaydi. Yerlari bor, ekib bo'lmaydi. Yam-yashil o'tlar bor. Yurishning iloji yo'q, dengiz daryo ko'llari bor, ammo suv yo'q. Bu nima? Bu menimcha xaritaga xarita Albatta xaritaga mana shu daryolar ko'llar hammasi aks etgan. Rahmat ishtirok uchun. 15-chi raqamli bilet. İnson tana harorati o'lchaydigan uskuna nomi nima? Variantlar: termometr, termostat. Termometr.
Yaşa. Albatta kızın aile dönüşüm çalmış için yazılıyor mu? Yoksa anı cevabı olmadı. Anı cevabı çok sıralar. Kurbanlar duyma Allah'ına dayanıklı yaşa. Bakma. Qaysi inson ortni ham, kimni ham hech bir qiyinchiliksiz ko'tarishga, ularni joyiga o'zgartirishga qodir. Albatta shaxmatda otni ham ko'tarasiz, filni ham ko'tarasiz joyini o'zgartirishga faqat ana shu shaxmat o'yinida ana shunday jarayonlar kuzatiladi. Keyingi Buyuk Britaniya poytaxti qayeri? Variantlar Singapur, Washington. London. Yashang. Yashang. Barakalloh. Albatta Buyuk Britaniyaning poytaxti London shahri. Keyingi bilet Vyetnam qayerda joylashgan? Variantlar Kolumbiya, Amerika. Yashang. Ustozingizga rahmat. Albatta bu geografiyadan tamom yaxshi o'qiganlar. Albatta Vyetnam albatta Rossiyada joylashgan. Hammalaringizga yana shunday xushkayfiyat tilaymiz. Endi o'ylaymanki, ayni narsalarni davralarimizga faqat va faqat chiroyli qo'shiqlar, sizlarni chiroyli raqslaringiz yarashadi deb o'ylayman. Hammalaringizga xushkayfiyat tilab qolamiz. Ana shunday chiroyli raqslar bilan, chiroyli qo'shiqlar bilan bugungi davrani yana bir bor davom ettiramiz. Rahmat. دختری خوشوی آمدم از همشین جا خوشنگی خوشوی یک شبی توی دختری خوشوی آمدم از همشین جا خوشنگی خوشوی منم وای 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 منم وای وای سوزتی وای منم وای 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 منم وای وای سوزشی یه ماشالله میبله بله زندگی چیست خونه دل خوردم زیر دیواره آرزو مردم زیر دیواره آرزو مردم قدر سر کنه قدر سر کنه شب و سحر کنه غمی دنیا رو از سر بدر کنه غمی دنیا رو از سر بدر کنه دیوانه ماشالله یک رنگ باشد روز و شبی من یک رنگ باشد روز و شبی من بشکنیم آهم شیشه ای غم ما تا شود زیبا روز و شب ما تا بیشی زیبا روز و شبی ما قدر و سر کنه شب و سحر کنه غمی دنیا را از سر بدر کنه غمی دنیا را از سر بدر کنه
مثل مرده پوشیم دوی سیاه مثل مرده پوشیم دوی سیاه قدر رو سر کنه شب رو سهر کنه غمی دنیا رو از سر بدر کنه غمی دنیا رو از سر بدر ماشالله مفید تنه بیبره شکسته شیسته امریکاش پیوسته دستا بالا بالا لیلا 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 شکسته شیسته شکاش پیوسته دستا بالا بالا لیلا 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 ماشالله شکسته شیسته امریکاش پیوسته دستا بالا بالا لیلا 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 شکسته شیسته شکاش پیوسته دستا بالا بالا لیلا 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 بیبره باشیدم شیسته امریکاش پیوسته دستا بالا بالا لیلا 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 شکسته شیسته شکاش پیوسته دستا بالا بالا لیلا 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 ماشالله بله بله شیسته امریکاش پیوسته دستا بالا بالا لیلا 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 شکسته شیسته شکاش پیوسته دستا بالا بالا لیلا 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 ماشالله بیبره Sina
yozsa hele yoz Ale Oşalım Jum Hop Şmeşmeyi yanıma hele yozsa yozsa hele yozsa hele yozsa hele yozsa yozsa hele yozsa hele yozsa hele yozsa hele yozsa yozsa hele yozsa Albarakis'te şükürlerge rahmet aytamiz. Tog'amga alohida rahmat. Hamma bolalarni chiqarib mazza qilib o'ynab o'tiribsiz, rahmat. Albatta bugungi kunlarni shunday xush kayfiyatda o'tkazish hammamizga birdek ma'lum deb o'ylayman. Albatta ana shunday xush narsalar hammamizni hayotimizni, umrimizni bezagiga aylanaversin. Ana endi yana bir chiroyli do'stlarga, sinfdoshlarga izhorlarni, chiroyli tabriklarni, bayram tabriklarini aziz onaxonlardan birin-ketin tinglaymiz. Muslima opa, Ruxsat opa, Oliy opa, Nazobat opa, Ziyoda opa marhamat birin-ketin albatta mana shu yerga chiqasizlar. Sinfdosh do'stlarga, dugonalarga bir chiroyli tabriklarni o'zbegimizni mo'tabar munis onaxonlari nomidan birin-ketin samimiy qutlovlarni tinglaymiz. Tomirimda tirnar ko'hna savollar, yuragimda gullar shirin xayollar. Ey siz o'zbek oyim oftob jamollar, men oftobga alishmagan ayollar. Sizlar barsiz so'zimizda sadodor, sizlar barsiz ishq ahlida gadobar. Sizlar barsiz ming bir dardga fadodor, men oftobga alishmagan ayollar. Gul ussam oftobga alishmagan ayollar. Ana shunday o'zbegimizni oftoblarga ham, oylarga ham alishmaydigan mo'tabar munis onaxonlardan go'zal samimiy qutlovlar birin-ketin tinglaymiz. Marhamat, muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar, dugonlar. Mana bu yerga yangi yil oldi yig'ilgan ekanmiz. Hammalaringizni kirib kelayotgan yangi yil bayrami bilan chin yurakdan tabriklayman. Mana shu o'tirishimizni tashkil qilgan sinfdoshlarga alohida hurmat, ehtirom bildiraman. Bizlarni shuncha joydan olib kelib, mana shu yerda shunday yig'in o'tkazib, bir-birimizni diydor ko'rishib, nasib aylagan ekan. Hammalariga katta minnatdorchilik bildiraman. Xudolar, mana shu yangi yillaringiz qutlug' bo'lsin. Doimo mana shunday o'tirishlarda biz-birimizga ko'ra diydorlashib, Allohning nasib aylasin.
ustozlarimizdan sog' salomat bo'lsinlar, sinfdoshlarimizdan sog' salomat bo'lsinlar. Mana shunday yaxshi kunlarda yurishni Allohim hammamizga nasib aylasin. Bugungi bayramlaringiz muborak bo'lsin. Assalomu alaykum sinfdoshlar, dugonalar. Hammalaringizga yangi bayram muborak bo'lsin. Mana bu 45 yilligimiz ekan. Bundan keyin ham doim shundoq birga bo'lib o'tiraylik. Keyin bizda ikki qarako'lligi sizlardan bitta iltimosimiz. Kelasi o'tirishi qarako'lda qilinglar. Oxiri tashqarashtiramiz. Doim bitta kelamiz. Bizlar yugurimiz ham bor. Avtobuslardan qo'yamiz. Nima deysizlar? Ana shunga javob beringlar. Sizlar tashrif buyuringlar. Sizlar nimalarni qabul aylanglar? Takliflarni. Bularni nima dedingizlar? Javob beringlar. Mayli, haqiqat bizda. Boringlar. Qara ko'chasiga. Borsanglar bo'ldi o'zlaringizga. Sinfdoshlar gapiringlar, uzoq emas bizlar yurtimizda. Xabar qilinglar, boramiz to'ylarga. To'ylar boshqa, o'tirish boshqa. Nimaga? Sabab Kiradi bu. nimaga kiradi? Maktab bo'laveradi. Maktabga ham ko'chiramiz hay. Borsangiz taklif qildi. Bormasalaringizda ham gila yo'q. Kelaveramiz, endi bitta taklif kirgizdik-da. Keladi to'g'ri. Qabul qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalambor insonizmning olami yaratgan Parvardigorim Allohga ming qadar hamdlar bo'lsin. Suyukli payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga mana shu kundagi barcha ahli jamoat sinfdoshlarim nomidan to'liq salovat bersin. Mana Alloh Parvardigorim ilohiylikda mana bugun sinfdoshlarimiz mana maktabni bitirganimizni 45 yillik mana bayramni nishonlayapmiz. Allohim ana shunday muborak kunlarga yetkazganga shukr. Adashmasam bir yili 2 oy istaymi diydor ko'rishdik. Bunaqadar bir go'zal bizlar uchun bir bayram bo'ldi. Mana shu yerda diydor ko'rishib o'tirganimdan bag'oyat xursandman. Hammalari sog'liqsizlar, omonmisizlar, oilalarda tinch totuvmisizlar. Allohim hammamizni umrimizni ziyoda qilsin. Mana 63 yoshga qarshi oldik. Yana Alloh taolani shunday 63 yil umr ko'rishimizni nasib aylasin. Hammamiz nevarali bo'ldik. Xudoyo taolo xohlasa chevaralarni diydori ko'rishligini ham Xudodan istab qolaman. Ana shunday chiroyli kunlarda diydor ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Ko'ngligini bekasin, asragin do'stim. Uying farishtasin, asragin do'stim. Muhabbat rishtasin, asragin do'stim. Ayolni yig'latgan erkak emasdir. Yurakdan kar dog'ni o'chiraversa, dardlarni baxtga ko'chiraversa, barcha xatolarni kechiraversa, ayolni yig'latgan erkakmi? Ahad ayon sizdan so'raydi har kun, singlingiz, onangiz, qizingiz uchun bajaring, lafzingiz yigitlik bo'lsin, ayolni yig'latgan erkakmi? Aziz aslimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shu satrlarni bezamoq chog'idir, umr daftari. Mana bu sinfdoshlarim, mana yaqinlashib kelayotgan 2025-yilni qarshi olish arafasida turibmiz. Mana shu fursatdan foydalanib, hammalaringizga kirib kelayotgan 2025-yilni chiroyli bir sog'lik bilan, salomatlik bilan kutib olishliklaringizni istab qolaman. Mana shu 2025-yilni 24-yilda ushalmagan qolgan orzularimizni 2025-yilda ro'yobga chiqishga hammalariga tilakdoshman. Hammalaringiz sog' bo'ling, omon bo'ling. Allohim bergan umrni yashaguncha yashang. E'tiboringiz uchun Assalomu alaykum. Hurmatli sinfdoshlarim, dugonajonim. Avvalambor hammalaringizga salomat bo'linglar. Ana kim keladigan yangi yil muborak bo'lsin.
yaxshi kunlar. Allohning javobsidan bola ovqatdan ajratsin. O'tgan o'z kunlarimizni o'qituvchilarimizni hammamizga sog'lik salomatlik bersin. Farzandlarimizga insof topib, mehr-muhabbat bersin. Hammani o'z yaxshiliklarga yetkazsin. 2025 yil omadli, xayr barakatli bo'lsin. Hammalar shu bola-to'nglarga tilab yaxshi kunlar bo'lsin. Hammamiz ko'rish kelishni tashkil qilaylik. Hammalar ana shunday davrani birlashtirgan sinfdoshlarimizga taqdirlangan rahmat. Hech qachon charchamasin. Xudo baraka bersin. Hammamiz sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlikda Allohning yo'lida bardavom bo'lsin. Hammalaringizga bayram muborak. Assalomu alaykum, hurmatli sinfdoshlar, munosabatlar. Mana bugun bitirishimizni 45 yillik ekan. Shu bitirishni tashkil qilgan sinfdoshlarimizga avvalambor kattakon rahmat aytamiz. Doim bugunlar aytgandek, shu bitirishlarimiz bardavom bo'lsin. Uzoq umr bersin hammaga. Kirib kelayotgan yangi yil hammamizni oilamizga baxt omad kelsin. Hammamiz farzandlarimiz bilan, nevaralarimiz bilan uzoq umr ko'rishlik nasib qilsin. O'tgan rahmatga o'rgan bismillohim. Hamisha shunday bitirishlar yana bo'lib tursin. Hammalarga katta rahmat. Bekorchilik bo'ladi, to'rin topilishini arash. Takliflarni kiritinglar, birovida qabul qilaylik. Sizlarga bir chiroyli niyatlar tinglasakda bir taklif bildirdingiz ayollarga qachon yana o'tiramiz deb, manimcha bugun hamma yig'ilgan fursatdan foydalanib bugun ana shu davrada manimcha kunini bir belgilab olsada, hammani rizoligi bilan, roziligi bilan bir kunini belgilab olsada, o'sha kunda yana birgalashib ana shunday bir Nima deysizlar, yigitlar, qizlar, o'quvchilar? O'zi qanchanga bo'lsa o'sha. Assalomu alaykum, hurmatli yoshlar. Mana bugun 45 yil deganda hammamiz olmishdan oshdi-ya. 70 yillik, 80dan 80lik, 90dan 90lik, 100 bilan 100 mayl olaylik. Hammalaringizni mana shu birinchidan ana shu qanday mezbon bo'lib kelganlarni so'raman, mehmon emas. Aytib qo'yadi, mezbon emas. Bu o'tirishimiz kimlarga mehmon emas, hamma mezbon bo'lish kerak, kelishingiz kerak, kimdir qanaqadir haligi nima olish kerak. Topshirma. Hammamiz birgalashib agar ishlasak, juda bir ajoyiblar. Qolganlarni ham aytish kerak. Bizlarimizga, yigitlarimizga bahona qilishmasin. Endi hamma 60 yoshdan o'tdi. Uyi tinch, o'g'il qizlari bor, nabirasi bor. Endi men nabiram bunday ekan, qizim bunday ekan, kelinim mana bunaqa ekan, ishga ketibdi degan narsalar eshitdinglar. Bir kun har yili ana shuni o'tlaydi. Bizlar yigitlar xohlagan kun o'tiramiz. Men ko'mirga telefon qilaman, sultonga, Firdavsga, Jumaga, unisiga, bunisiga da'vat qilaman, keladi yarimdan olib kelib qo'yiraman. Yo'q bo'ladi. Shunday qilamiz. Lekin ana bu o'tirishlar juda chiroyli o'tkazishimiz kerak-da. Kelishdikmi, qaysi kunni belgilaymiz, qaysi kun sizlar vaqtlaringiz bo'ladi. Qaysi yilning qaysi oyida.
yaxshilarni bir tashkil qilaylik. Bir maktabga boraylikda, sinflarga kiraylik. A sinf, B sinf, B sinf. Ha? Arqaga emas, ana shular er xotin tomoshina ketadilar. Biz kim bilan ketamiz qarang. Moshima borish qiyin. Moshima borish qiyin. Olya, siz nima taklif ma'qul bo'ldimi sizlarga? Yigitlar, bir sanasini yana belgilab, bundan ham qatorlaringiz ko'payish Xudo xolasa, o'sha kunlarda ham bugunday shirin diydor lahzalarni nasib etsin. Fatulaka Batirovga alohida rahmat. Bugungi tashkilotchilik ishlari uchun hammaga ko'rsatilayotgan ehtirom uchun rahmat. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Xudo umr bersa yashayversin to'q, aytgin kimning 100 yil yashagisi yo'q. Lek ko'ngil tug'ida yuz ochar bir cho'q, bir kunda, bir soat do'st uchun yasha. Qafasga sig'maydi orzular qushi, joningni chinchirar ro'zg'or tashvishi. Ayt poyon topganmi bu dunyo ishi, bir kunda, bir soat do'st uchun yasha. Dasturxon to'kma, topganingni qo'y. Mayli qadah tutma, diydoriga to'y. Ostonangda kulib ko'rsatganda bo'y, bir kunda, bir soat do'st uchun yasha. Albatta umrni, albatta har yili bir kunini ana shunday do'stlar uchun baxshida qilsak umrimizni albatta bir saodat lahzalariga aylanmaydi. Tabiiy barchalaringizga yana bir xush kayfiyat bilan yana zamonaviy qo'shiqlar bilan kechani davom ettiramiz. Biz chiroyli qo'shiqlarni sizlarga taqdim etamiz va barchani go'zal raqslarga chorlab qo'yamiz. Marhamat. Привет. Босман.
ana shu taomlarni haqqiga, noz-ne'matlar haqqiga hurmatli ustozimiz Orif domlani yana bir marta chorlasayda, bir chiroyli duolar qilib bersalar, albatta faqat bu taomlar haqqiga hali bugungi marosim davom etadi. Ketish yo'q uyga. Albatta hali o'ynab kulib, chiroyli raqslar, chiroyli qo'shiqlar bo'ladi. Mazza qilib o'ynab kulib, bugungi kunda mana shu sinfdoshlariga bag'ishladingizlar. Endi albatta kechga qadar mazza qilib suhbatlar qilib, chiroyli qo'shiqlarni eshitib, o'yin kulgular qilib o'tirsalaringiz arziydi. Albatta domla marhamat, hurmatli Orif domla, yana sizni bir marta chorlamoqchiman, bir dasturxonga taom haqqiga bir chiroyli duo qilib bersangiz degan taklif bo'ldi. Marhamat. Sog'lik, tinchlik bo'lsin, tansihat, xotirjamlik bo'lsin. Mana shunaqa o'tirishlarni ko'plab bo'lsin avvalajam. Hamma sog'liklar bor shaqalanishda, faqat to'ylarga, bayramlarga yetkazamiz. Amin. Rahmat domla. Salomat bo'ling. Bayram kuni bo'lsa mana yangi yil shukuhi, yangi yil tarovati sizga shogirdlardan albatta sovg'alarni qabul qilasiz. Muborak bo'lsin. Hamisha shunday ehtiromda bo'ling. Yangi yil sovg'asi bor ekan, marhamat, buni albatta qabul qilasizlar. Kelinglar, marhamat. Muborak bo'lsin. Adashmasam Mikolmas tog'am aslan sinfdoshlarini buyurishida sababchi hammaga xabarlarni qilib, bugungi kunga taklif qiladi. Muborak bo'lsin. Mana shunday do'stlardan ehtirom berish albatta bu saodat. Mikolmas tog'am doim xizmatdaman deb aytib qo'yilsin boshqalarga. Haqiqatda sizga muborak bo'lsin. Ana qabul qilingan. Yo arziysiz. Chiroyli qarsaklar bo'lsa yangi yil sovg'asi nabiralarga yetkazib qo'yasiz albatta. Marhamat. Albatta hijolat tortmoqda nabiralarga albatta bagajonizdan sovg'a kitobi har bir nabira. Rahmat, salomat bo'linglar. Tashakkur. Orayda hamma raqsga chiroyli qo'shiqlarni tasvirlarga qo'ying. Olis yo'llardan senga tomon oqaman. Olis yo'llardan senga tomon
دیوان برایش اجر انار قرغان سیخ کباب غیش دیوان اجر انار قرغان سیخ کباب غیش دیوان تندری چربکی رش برچه بی قیلش تندری چربکی رش برچه بی قیلش میناره کلانش ماهی خونسه سرایش میناره کلانش ماهی خونسه سرایش اسکی شهر کوچه ها شوخی تا جنگ بچه خوش اسکی شهر کوچه خوش شوخی تا جنگ بچه خوش بخوروی حافظم زور اکم استوزم بخوروی حافظم زور اکم استوزم در وقتی هم سو باشن سرود به هم راه باشن در وقتی هم سو باشن سرود به هم راه باشن بچه در جانم حافظ اوکم در جانم بچه در جانم حافظ اوکم در جانم مورگی بخوروی خانی بچه در جانم مورگی بخوروی خانی بچه در جانم چایی